Salam tordaşlar, hemmeniga mikrimda otuq salamlarım yasu. Men şayalıq dostumla Aygül. Mana shu necha kunda yoqi izchil tor dunyosiga chiqib olmay qoldim tordaşlar. Sal o'zimninki ma bu sovuqda sovuq o'tkazib oldimmi? Doktorxonada ukol soldiryapman, mijozim yo'q. Yeni birisiga bu Abdullah Mahmud ustamniki shu Atachi markasidagi mahsulotninki sodisi nayt yaxshi. Atachini oldigan odamlar jiq jut qilmay salaman. Jutdan evatidi. O'zimning juti bo'lsin, mayli qo'shnoyi bo'lsin, do'konga kelib do'konning o'rnini nadi deb so'rab mal evatidi. Tibobat to'g'risida gapqamay degandim. Tibobat to'g'risida animan debatgan shovchilik berib takkan mush gap. Meni men 2023-yili mana shu Ürümchi doktorxonada yetib yurakninki xeli ağır derdini tatib yurakning ikki tal tumurni operatsiya qilib ochtirgan bo'ldim tordaşlar. Meni har qandaq yerga, har qandaq doktorxonaga opirish, yuragimni tekshirib beqish. Ma qizal kasal bormikan, ma ayolda yurakda masal bormikan, yo'qmi deb tekshirib beqish. Men mash milliy Uyg'ur tibobatninki mahsulotini ichib 100% unumini ko'rgan birdan bir bemorman. Men hozir qadar o'zimni doktor deb baxmadim. Men bir kasal tatgan bemor tordaşlar. Kasalni inson jiqtasa doktor bo'lib qoladi deb turib so'zlab chiqyapman. Haqqasin xotanga berib alsang dur deb elishsa. Abdullah Mahmud ustamniki basama Abdullah Mahmud ustamning Atachi markaziga doğrusini ekeldik deyse. Xotanga berib Abdukaram Malimning doktorxonasiga, Udun doktorxonasiga borsan Abdukaram Malimning doğrusini ekeldik deyse. Bu shaxsiy ochgan tarmoq shashad ochganga doktorxona bo'lmagan kim, tarmoq dukuni bo'lgan kim buni sog'lomlik deb sotadi. Haqqasin oyoq kirib olsan sog'lomlik deb olsa. Shunga ma tibobatni animani degan shovchilar og'zingga ezi bo'lish. Haqqasin Uyg'ur tibobatninki milliy tibobatning dorilarini elib iste'mol qilish baxtimi? Shunga iste'mol qilish baxmagan keyin, haqqasin kasal tatib baxmagan keyin og'zingga kelganni bo'g'zingga jutmay so'zlayverib, bu do'yinga, qayshuga, shipinqavga chiqib valaq so'zlayverib. Men hozir nurg'un kasallarni tatdim. Qalqansiman ba'zi o'smi bo'lgandim. Mash Abdullah Mahmud ustamning qo'lida saqaydim. Yurak kesib tatgandim. Abdullah Mahmud ustamning qo'lida saqaydim. O'zim saqaygandan keyin buning tarmog'ini shayarnaysiga mash Atachining tarmoq do'kon ochgan bo'ldim dedim. Jut qisib beryapman, xalq iste'mol qilyapti. Bir xalq norozi bo'lib, ma maqsadninki unumini ko'mdik deb baxmidi. Shunga qon qo'lashmay haqqasin bir odam tibobatning darisini elib ye demagankin. Yegin kelsa ye, yemagin kelmasa xalqning mahsulotini olmavi deb sukishma bu yerda. Haqqasin bir odam po'xta sirqlab mayaga kel, ma mening daramni ol, ma mening mahsulotini oldidimi? O'zing xolab bording, bo'yning bir odam og'amchin sevib so'rab opadimi? O'zing yeding, o'zing xolab xashlading. Bir xashlagan bir necha ya 5000 koy, ya 4000 koy, 5000 koy pulingga andaq qildim, mandaq qildim, ma foyda qilmi deyay. Voy o'z vaqtimda foyda qilmagan bo'lsa, ikkinchi, 3-chi, 4-chi qatim nimish qilib yeding, bir odam seni majburladimi? Ya mayaga kelib ma mening mahsulotini elingni dedimi? O'zing xolaysa, hamma odam o'zimiz xolab, barimiz putimiz bilan mengib barimiz ashaga. Bir odam bizning bo'ynimiz og'amchi selib, mani olsa satimi demaydi. Doktorxonada necha 100 ming koy pul xashlab davolanamiz. Ashagima, ashli doktorluma 100% saqaydiman deb 100% degan gapni hech qanday bir odam demaydi. Operatsiyaga akirsiman başniki xatirmanchilik, yaxshi sifatli manchilik, yomon sifatli manchilik, xatirmanchilik. Biz buning kapolat berolmaymiz deb jaddiy jamoatingni, urug' jamoatingga qo'lni bostirib, barmoqni oltiga qo'ydirib akirdi operatsiyaga. Aşağıdan çıkıp bəzənlərimiz sağ çıxımız, bəzənlərimiz sarang çıxımız, bəzənlərimiz ülgü çıxıdı aşağıdan. Şu doktorluğumu eslib qilib, man 100 ming koy pul töləgəndə operatsiyadan keyin ma tuqunum ülüb qaldı. Ma pulumni töləb və man tirildirib deyiş alamsan aqasın. Nemişki biz birbirimiz bilan sig'ishmaymiz, nemişki biz birbirimiz bilan petishmaydigan haq. Ota-bobolarimizdan tartib tibobatninki mahsulotini iste'mol qiladi. Tibobatning dorilarini yeb keliklik. Aqlimni bilsam, cho'ng opam rahmatli 90 yoshda yeb ketgan. Shu cho'ng opamning mana bir quta ayna shish qutisi vatdi 30 yillik bo'lgan Gulqan deydi cho'ng opam. Ashunaq og'rib qolib, yo'tal, ashunaq o'qib qolsak, yurak foydali deb ashunaq quyushqda yigizib qo'ydi. Gulqan qancha ko'nirilsa, shuncha foyda qiladi deb ashunaq burunqi ko'ni haq ashunaq Gulqanni ashunaq saqlaydi ekan, to'qmanchi yillik bo'lgan Gulqan deb ashunaq yigizib qo'ydi. Eliqida biz saqib foyda qilib saqib qoldi. Mana hamda men ba'zan turib deyman, o'zimga foyda qilganlik uchun deyman. Mush Atachiniki, Abdullah Mahmud ustamniki, mush qizil gulda yasagan gulqinni to'liq 1 yil obdat qurtidi tordaşlar. 1 kilo chiqdi, 1 kilosi 59 koy. Ehtiyojing bo'lsa, boshpatda undidor nomer va qachlash orqali tilp urish orqali evasangiz bo'ldi deb mushundaq so'zlayman. Nimishqa? O'zim unumini ko'rdim, o'zim yeb saqayganligim uchun xalq tuyjan qilib chiqyapman. Nimandaq bir-birimizni qo'llaydigan haqay biz undaq qilmaylik tordaşlar, undaq qilmaylik, yashaylik. Hayot nihoyat qisqa ekan, bir-birimizga o'ruk olmaylik. Yaxshi yashaganga hech nima yetmaydi. Dunyo mehr muhabbat bilan go'zal deb unda qo'nqo'lashmaydi. Xolisanglar elinglar, xolimsanglar bo'ldi ya uni.